Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni taniysizmi desam, men ilmiga guvohlik bermayman deyapti. 30 ga kirgan bola. Sen kimsan shayxni priznovat qilgan? Chiroqni o'chiringlar, demas chiroqni. Hammasini. O'chiringlar. Qop-qorong qilinglar. Meni ko'ryapsizlarmi? Men ham ko'rmayapman sizlar. Yoqing endi. Mana shu chiroqlar yurtimizning ulamolari, ustozlar, ilm ahllari. Sizlarni boshingizda anglatayotgan, sizlarni gangitayotgan narsa mana shu ulamolarga nisbatan qalbinglardagi hurmatni yo'q qilgandan keyin o'zini gapini o'tkaza oladi shu toifalar. E'tibor beringlar-da, boshida shu ulamolarni yomonlashdan boshlaydi ishini. Yetib bordimi? Misol yetib bordimi? Bizni yurtimizning ulamolari bir-birini yomonlaganini eshitganmisizlar? Bu yaqinda paydo bo'lgan kasallar.